Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz arximet kuchni kuzatish mavzusidagi laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Laboratoriya ishining maqsadi suyuqlikka to'la botirilgan jismga ta'sir qiluvchi arximet kuchini ko'rib chiqamiz va uni miqdoriy qiymatini o'lchaymiz. Hozir shu laboratoriya ishini animatsiya ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Taroziga 200 gram massali yukni olsamiz, dinametrga 100 gram massali paqirchani olsamiz, undan keyin 200 gram massali yukni olsamiz. Biz suvga 200 gram massali yukni suvga to'la botirganimizda o'zini hajmiga teng hajmdagi suvni siqib chiqaradi. Uni siqib chiqargan suvning massasi 74 gram, tarozini ko'rsatuvchi 126 gram. Dinametrga osilgan yukni to'la suvga botirganimizda o'zining hajmiga teng hajmdagi suvni siqib chiqardi. Siqib chiqarilgan suyuqlikni qaytadan paqirchaga quysak, dinametr yana 3 litrni ko'rsatib turibdi. Hozir shu laboratoriya ishi uchun kerak bo'ladigan jihozlar bilan tanishib chiqamiz. Shtativ, kolbada suv, arximet chelagi, maxsus idish, tarozi, yuklari massasi aniq bo'lgan yuklar, chelak, dinamometr. Endi laboratoriya ishimizni qisqacha nazariy qismi bilan tanishib chiqamiz. Suyuqlikka to'la botirilgan jism o'zini hajmiga teng hajmdagi suvni siqib chiqaradi va siqib chiqarilgan suyuqlikning og'irligiga teng bo'lgan kuch bilan jismni yuqoriga qarab itaradi. Mana shu kuchga arximet kuchi deyiladi. Arximet kuchining formulasi F arximet rho G v formula bilan topiladi. Bu yerda Fa deganimiz arximet kuchi, rho suyuqlik zichligi va jismning hajmi, G erkin kuch tezlanishi. Laboratoriya ishimizni bajarish tartibini mana laboratoriya ishini bajarayotganda ko'rib chiqamiz va laboratoriya ishini natijalarini quyidagi jadvalga yozib olamiz. Laboratoriya ishining birinchi bosqichini boshlaymiz. Shtativga dinametrni ilamiz. Yukni dinametrga osib qo'yamiz va yukning massasini dinametr yordamida o'lchab olamiz. Yukning massasi 58 gram ekan. Buni tagiga arximet chelagini qo'yamiz. Tarozini arximet chelagiga qo'yib, maxsus idishni arximet chelagining tagiga qo'yib, arximet chelagiga suv quyamiz. Suvni shunday qo'yishimiz kerakki, chelakdan to'kilib ketmaydigan darajada bo'lishi kerak. Mana quyib oldik. Endi yukni asta-sekinlik bilan shtativ bo'ylab pastga tushiramiz. Yukimiz to'la suyuqlikka botadigan holatgacha keltiramiz. Mana suyuqlikka to'la botdi jismimiz. Endi mana bu maxsus idishga arximet chelagidan suv to'kilyapti. Tarozi buni qancha to'kilayotganini ko'rsatyapti. Mana hozir arximet chelagidan suv to'la to'kilib bo'ldi. Bu 13,5 gramni ko'rsatyapti. 13,5 gram massani suv ichligiga bo'lsak, jismda hajmiga teng bo'lgan hajmdagi suyuqlik to'kilganini bilib olamiz. Bo'ldi. Birinchi qism tugadi. Laboratoriya ishining ikkinchi bosqichini boshlaymiz. Ikkinchi bosqich laboratoriya ishini bajarish ham xuddi shu jihozlar kerak bo'ladi. Oldin dinametrni shtativga ilib olamiz. Shtativga paqirchani ilamiz. Paqirchaga maxsus yukni ilamiz. Bularni massasini o'lchab olamiz. Bularning massasi 98 gram keldi. 98 gram kelgandan keyin mana bu paqirchani arximet chelagini bu yerga qo'yamiz. Bunga to'ldirib suv quyamiz. Suvni shunday quyishimiz kerakki, quyib oldik. Endi sekin astalik bilan
Yukni suvga to'la botguncha tushiramiz. Mana suv to'la to'kilguncha kutib turamiz. Maxsus idishga to'kilgan suyuqlikni qaytadan paqirchaga quyamiz. Maxsus idishga to'kilgan suyuqlikni qaytadan paqirchaga quyamiz. Endi tarozini ko'rsatishiga qaraymiz. Tarozini ko'rsatishiga qarasak, bu yana 98 grammni ko'rsatib turibdi. Mana. Shu bilan ikkinchi bosqich laboratoriyamiz ham tugaydi. Laboratoriyamiz yakuniga yetdi. Yakuniy qismda biz laboratoriyamiz xulosasi haqida gaplashamiz. Ushbu tajriba natijasida shuni ko'rdikki, jism suyuqlikka botirilganda uning ko'rinma og'irligi kamayadi. Bu farq Arximed kuchiga teng bo'lib, bu jism siqib chiqargan suyuqlik og'irligiga teng ekanligini tajriba orqali aniqladik.